Maftuna 90 ming ham cho'ta qimmatli qilyapti. Undan ham arzonroq yaxshi variantingiz yo'qmi? Uf, aka, vashshe pas ekansiz. Yuring, maska zo'r variant ko'rsaman. Ketdi. 90 mingdan ham qimmat deydiganligi bitta setni yana ham arzonrog'ini tayyorlashdi. Setimizda 6 ta ser go'sht mastava, bitta achchu salati, bitta svejiy assorti, 2 ta non, bitta kompot, bitta choy va 6 kishilik asado taomi bo'ladi. Asado go'shti yumshoq pishganini, suyalari oson chiqib kelishidan ham bilishingiz mumkin. Bu ovqatni yoniga kelib maydalab, ustidan har xil narsalar quyib ham berishadi. Go'shtni mashq qo'shimchalari bilan yesa, mazasi yana ham o'zgacha bo'lar ekan. Shu ko'rib turgan hamma narsalarning umumiy narxi 510 ming so'm. Kishi boshiga 85 mingdan tushyapti. Set olsanglar, obsluga ham yo'q. Shu pulni to'laysizlar bo'ldi. Agar bizda 4 kishimiz sizlar, unga ham variant bor. 4 ta mastava, bitta svejiy assorti, 2 ta non, bitta kompot, bitta choy va bo'yin go'shti taomi bo'ladi. Buni ham maxsus podachasi bor. Buni narxi 360 ming so'm. Kishi boshiga 90 mingdan. Xullas bolalar bilan kelishga cho'tki variant. Choyxonaga yig'ilmadinglar. Mana sizlarga choyxonadan ham arzonroq variant. Qish bo'lmasa endi yig'ilarsizlar. Adres Qushbegi, Bratskidagi yangi mo'sti shunday yonida. Qaldirg'och. Videoni yig'ilolmay yurganligiga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalda.